3-1-2-3 ovozim endi yaxshi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. O'tgan gal ovozda muammo bor degan edinglar. Bugun maksimalni bartaraf qilishga harakat qildik. Bugun sizlarga Malika bozorida narxi tushib ketgan noutbuklar haqida gaplashamiz. Hozir barcha noutbuklar narxi skidkada ketyapti desa ham bo'ladi, chunki oddiy misol mana shu Victus noutbuki o'tgan videolarda $440 qo'ygan edik. Shunda ham talashib odamlar olib ketishdi, bir xillaga yetkazib bera olmadik. Mana hozir ko'rib turibsizlar, shuncha noutbukka turibdi. Mana shular hozirgi narxi $400 dan Malika bozoridan xarid qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari bizda Lenovo noutbuklarni ham bunaqa taxlab qo'ydik. Mana shu hammasi ofisniy modellar. Narxi $100 dan $150 gacha chiqadi. Endi bu noutbuklar boshqa odamga, bu noutbuklar boshqa odamga bo'ladi. Misol uchun Victus noutbukini oladigan bo'lsanglar, bemalol video montajga, o'yin o'ynashga va 3D Max AutoCAD programmalariga ishlatsanglar bo'ladi. Konfiguratsiyasi bularni Core i5 protsessorining 12-pokoleniyasi bo'ladi. Operativkasi 8 GB, 512 talik SSD, GTX 1650 video kartani 4 GB lik video kartasi bo'ladi. Bu qotmasdan zo'r ishlayveradi. Bu turdagi noutbuklarni asosan o'qituvchilarga, talabalarga va ofis ishchilariga taklif qila olaman. Bu noutbuklar bilan ko'proq prezentatsiyalar qilsa, dars tayyorlasa bo'ladi yoki YouTubedan video ko'rib darslar o'rgansa bo'ladi. Buni o'qituvchilar hozirgi kunda dars tekshirishga, davom tekshirishga ham ishlatishyapti. Talabalar bo'lsa dars tayyorlagan darslarini onlayn bo'lib ketgan hamma joyda, shu yuborishga, darslarini onlayn yuborishga ishlatsa bo'ladi. Bu noutbukga ham konfiguratsiyasini aytib o'taman. Protsessori N4020 duoyadrli protsessor bo'ladi. Buni ichida 4 GB operativka, 256 GB SSD bo'ladi. Buni 256 SSD dan tashqari 1 TB xarflilari ham bor, lekin men ko'proq sizlarga SSD sini olishni tavsiya qilaman. SSD si bor noutbuklar hech qachon qotmasdan zo'r ishlayveradi. Bu noutbuklar narxi mana qora rangi bor, silver rangi bor, $100 dan $150 gacha chiqadi. Ulgurib qolsanglar, misol uchun arzonrog'ini olishga ham ulgurib qolsanglar bo'ladi. Bizning do'konimiz shu Malika bozori 40-A do'konda joylashgan, Toshkent shahrida. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati ham bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar, kelishtirilgan narxlarda 3 oylik kafolati bilan qilib beramiz. Hamma noutbuklarimizga 3 oy kafolat beramiz. Bundan tashqari boshqa modellarimiz ham bor. Bu noutbukdan tashqari sizlarga IT sohasiga to'g'ri keladigan yoki targetologlar ishlatadigan yoki traderlar ishlatadigan. O'tiring. O'tiring. Traderlar ishlatadigan noutbuklarimiz ham bor. Bularning ham narxi hozirgi paytda skidka narxda, sababi hozir o'qish tugaganligi uchun ko'pchilik noutbukini kelib sotib ketyapti. Arzonroqga berib ketishyapti. Agar sizlar shu noutbukka, misol uchun yoz tugagandan keyin sentyabr oylarida o'sha o'qish boshlanganda xarid qilaman desanglar, kamida $40-50 balaniga olishingizga to'g'ri keladi. Chunki talab ko'paygan joyda narxlar ko'tariladi. Kompyuter olishni, noutbuk olishni mo'ljallab yurgan bo'lsangiz, hozir ayni vaqtda bemalol do'konimizga kelib, xohlagan noutbukingizni hamyonbop narxda xarid qilsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'linglar, Telegram kanalimizga o'tinglar, narxlar bilan tanishinglar. Hamma noutbuklarni narxini shu kanalimizga joylab qo'yganmiz. Bo'ldi. I wanna rumble with a flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves I surrender. You gonna surrender. Bass every single minute. When the beat drops, I'm really gonna kill it. Vibes are low, I bet you can feel it. Feel it, have it, feel it. Ew. Biliyor musun ben Taşkentliyim. Sokakta bugün ben şaşlık yiyem. Arabada kız çok gerçek diyem. Bana bakma, just write to my DM.